Assalomu alaykum. Hozir daykondan ajoyib salat tayyorlaymiz. Yengilgina. Bitta daykon, bitta qizil sabzi, petrushka, bitta chesnok, mana bitta chesnok, oq kunjut, o'simlik yog'i, ziravorlar, tuz kerak bo'ladi bizga. Hozir salatni boshlaymiz. Daykonni terkadan o'tkazib olamiz. Mana daykonni terkadan o'tkazib oldim. Qizil sabzini ham terkadan o'tkazib oldim. Ikkalasini birga aralashtirib, tuz solib, iliqroq suv solib, 5 minutga dimlab qo'yamiz. Og'zini yopib qo'yamiz. Mana iliqroq suv solib, tuz solib, aralashtirib, ozgina dimlab, suvni to'kib tashladim. Suvdan ajratib oldik. Mana shu holga keldi. Endi chesnokni, petrushkani, mana chesnok, petrushka, oq kunjut, ziravorlar solib, ozgina tuz solib, hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin ustidan qizib turgan yog' sovoramiz. Kunjutni soldim. Mana hammasini sovoldim. Endi qalampirdan ham ozgina to'g'rab sovoramiz. Mana hamma narsani sovoldim. Endi ustidan qizib turgan yog' sovoramiz. Mana endi hammasini birga yaxshilab aralashtirib olamiz. Salatimiz tayyor, xudo xolisa. Mana azizlar, salatimiz tayyor. Mazasiga gap yo'q. Qilib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Albatta qilib ko'ringlar.